Yaqinroq keling. Bor yo'g'i bir haftada sizga kerakli summani qanday qilib hayotingizga jalb qilish mumkinligini o'rgataman. Buni 7 kun davomida bajarasiz. Sizga qiziq mavzu bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Oldin like va podpisatsiya qo'yishni unutmang. Qancha pul xohlayotganingizni aniqlashdagi maslahatim shuki, bu maqsad real hayotingizga juda ham yaqin bo'lgan summa bo'lsin. 1 milliard qanchadir million dollar emas. Misol uchun, hayotimga shu hafta 7 million yoki 10 million so'm kelgani uchun rahmat. O'zingizni hayotingizda real bo'lsin. Ya'ni shu summani qo'lingiz bilan ushlab ko'rgan, sarflab ko'rgan va sizga hozirgi vaqtda juda ham kerak bo'lgan summani tanlang. Endi vazifani asosiy qismiga keldik. Ertalab va kechqurun 5 daqiqadan vaqtingizni ajrating 7 kun davomida. Shunchaki ko'zingizni yuming, ko'zingizni oldiga keltiring. O'sha siz xohlagan pul kelganini his qiling. Qo'llaringizda turibdi. U pul qayerdan keldi, qanday keldi, ahamiyat prosta qo'lingizda turibdi. Va u kelganda siz nimani his qilasiz? Asosiysi bu texnikamizda hissiyotingiz. Mana shu hissiyotingiz sizni real hayotingizni yaratadi. Va chin dildan shukr ayting. Hayotimda mana shu pul, baraka va to'kin-sochinlik bo'lgani uchun shukrlar bo'lsin, rahmat deb ayting. Kun davomida biron bir imkoniyat paydo bo'lishi bilan darhol qadam tashlang. Ikkilanmang, katta bo'lishi shart emas, kichik qadam ham bo'laveradi. Miya diqqat qaratgan va harakat qilgan narsasini ko'ra boshlaydi. Ya'ni sizning maqsadingizga yarasha sizning miyangiz harakat qila boshlaydi va sizga yo'nalish beradi. Shunda imkoniyatlar kela boshlaydi. Maqsadingiz haqida o'ylang, rejangizni tuzing va so'ngra uni borliqqa qo'yib yuboring, yopishib olmang. Voy pul kelmayapti-ku, voy pul kelish kerak edi, voy bir hafta bajardim-ku, 10 kun bajardim-ku emas. Shunchaki bajaring, mazza qilib bajaring. Pul keldi va qo'lingizga tegdi. Siz nimalarni his qilyapsiz? U pulni bilan nima qilasiz? Nima ehtiyojlaringiz bor? Nima sotib olasiz yoki qanday hayot kechirasiz? Shular haqida o'ylang, biroz hayajonlaning, his qiling. Shu narsa sodir bo'lgan holatni o'zingizda yarating. Bir hafta davomida. Yakunida har doim shukr qiling, minnatdor bo'ling. Hali kelmagan bo'lsa ham, kelayotganligi uchun oldindan minnatdorchilik bildiring. Bor bo'lganda kelayotgan barcha go'zalliklar hamda yengilliklar uchun rahmat ayting. Bularni quyidagilarni qo'shishingiz mumkin bu narsalarga. Hayotim qanchalik osonlashdi. Men xohladim va amalga oshdi. Orzu qildim, mana bo'ldi. Buning uchun kichik rejalar va ishlar qildim. Jarayonni tezlashtirdim. Ya'ni buni men hal qildim. Qildim buni, bajara oldim deb o'zingizdan ham minnatdor bo'ling, borliqdan ham minnatdor bo'ling. Ko'ryapsizmi? Juda ham oddiy texnika, juda ham kam vaqtingizni oladi. Ha, aytgancha eslatib o'taman, meni yopiq Telegram klubimga a'zo bo'ling. U yerda pul bo'yicha juda ham ko'p texnikalar bilan bo'lishib boraman kun davomida. Link opisaniyada qoldirilgan.